Assalamu alaikum. Hürmetli savaşdaşlar. Kitabımız degендek savaşdaşlar Doktor Jasim Sultan'ın kitabı. Hazır kadar İslam dünyasında baş ahire iniq. Meseleler baştan tartıp ahire kadar onda prensip şekilde bir ders kılıngan bir şekilde oturup koyulgan güllünüş қолданмасыныңки, ойғыныш қолданмасыныңки, мандақ жеткен вақытта саясат қолданмасыныңки, бұл маслықы İslam dünyasındaki en çok boşluk. Her qanday bir millet qarаңlar, özü qıp baqqan, qılalığan işlerini oxşadıdаңlar. Xuddi bizning Uyg'urchilik normalda dehqonchilikni obdan qilamiz endi. Agar shu topda siz bizdan qandaq bir odam agar dehqonchilik haqida maslahat so'rasa biz razı bilərləyimiz endi. Çünki ömrümüz bir dehqonchilikdan o'tgan odamlar dehqonchilikni obdan bilamiz endi. Ba'zi yurtning adamlari va tijoratni obdan o'xshitdi. Bulardan tijorat haqida so'rasa razı biladi endi. Ya'ni qandaq bir millat, qandaq bir ummat nimani obdan qilib kelgan bo'lsa, shuni obdan biladi. Men oldin qatimliq bir ölge namune dersimi de ötken 100 yıldan bu yana Müslümanlar siyaset degan narsani qilib boqmadi desak kerak. Cho'ng jihatdan xato olmaydi endi. To'g'ri siyaset bildiganlar bor deyishinglar mumkin. Voy palani siyosiy deyishinglar mumkin. Voy pukuni siyosatni ra'os. U aliqi siyosatning eng aliqi unumliki nima desanglar shu İslam dünyasındaki g'alaba boshqa narsa emas. Biz aliqi siyaset voy siyosiy deb aliqi jek binasini deb ketgan bilan g'alaba qilmadingmi siyosat emas endi. Mag'lub bo'ldingmi sizning mag'lub bo'lgan siyosating endi. Mushu nuqta kallamizda nihoyatda aniq bo'lish kerak. Shunday bo'lgandan 100 yildan buyon bizda mushu siyosat jihatda favqulodda ig'ir mag'lubiyat va yani siyaset cihatta aldığı çıkanmagandan keyin bu işimiz akmadı. Yani bizde siyaset Müslümanlarda siyaset yok. Siyaset bo'lmagandan keyin buni aliqi bir xulosalab yozdigan odamni o'rtaga haddan ziyada bek qanaqmaydi chiqmaydi savoqdoshlar. Endi bizning Jasim Sultanning kitobininki umumiy xulosasi nima desanglar, islom dunyosida mana bir bütün siyasatçı çıkmagan bilen tarafta ma'lum derecede siyasetlini ancha-muncha bahs qiladigan bir ishlar yo'q emas endi. Butunlay yo'q desak kerak, nollam deganlik emas, juz'iy shaklda bor, kulliy shaklda yo'q. Ya'ni hammadan o'zining ahvoliga qarab boqib bir siyosat to'g'risida so'zlab boqadi, gullanish to'g'risida so'zlab boqadi. Undan keyin islom dunyosida Uygunumuzda kurulup bakkan çoğu İhvanul Muslimun teşkilatını tartıp Mısır'daki, Türkiye'deki uygunuş hareketleri mesela diriliş hareketleri deyimiz endi. Başka İslam dünyasının başka taraflarındaki bizim vatandaki cüz'i şekilde halklarla bağlanmayan bir şekilde olsa bir bağlı. Muşların hemmesininki cüz'i şekilde, cümle şekilde bir siyasi göz kararları var, siyasi hareket planları var. Ama Jasim Sultan aşılarının hemmini xulaslab bir baş ayağını çıkarılgan hazır qiyin növbetdeki şaraitdeki bir siyasetini xulaslayan bir adam deb qarasak bo'ladi şu endi. Şoň aşqama kitabını okuyun deb tanlap qoldik. İnşallah Allah muvaffaq qilsa kitabni oxirigacha o'qishga va bu odamning 7 parcha kitobi bor, hammasi bismillah munosabatlik, mush uyg'unish, gullanish degan nom bilan mushuni o'qishga nisblab qolsa, balkim kallimizda ba'zi bir yo'llar ochilib qolsa ajab emas. Balki hamda kitobni o'qib cho'ng foydalanmasligimiz mumkin, lekin oramizdagi biraylan mushundan kallasi pallada yurib kelgusida bir yo'l tepib bizning kelgusidagi vatanimizningki qutilishi vatanimizni ishg'oliyatidan qutqizib chiqishga vasila bo'lib qolsa, balki mishada o'ltirgan har bir qarindoshlarimizning hammasi bundan bir nima qilishi mumkin, foyda qilishi mumkin. Shunga biz bir kitob o'qiylik deb yig'ildik alhamdulillah. Amdan davomida darsni kitobni o'qishni boshlaylik. Abtur kitobni payg'ambar Allah subhanahu va taologa hamdu sana
Resulullah'a durut yollashlan başlaptı. Deptu ki elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd. Cemi alemlerinin Rabbi olan Allah'a hamdu sana olsun. Salam ve dualarımız Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun emma ba'd bulup ففي هذه اللحظة التاريخية التي يتساعد فيها صدى التحولات العالمية حتى يصب الأذان أن مشو تاريخي minutlarda التي يتساعد yani bu tarihi minutlarda xalqaralıq özgürlüklərin sadaları kötürülüyordu. Kulaqni panqığı deydi. Maalesef düşünüşlük olsun için cümle depmana ya. Endi meşekege vaqtda bizning bugungi kunimizni ayni yazıvatqanda kezipdi, sağaqdaşlar. Va bugun dünyanın çigirleri özgürlük aldı turvatıdı. Şu dünyadaki nizam özgürlük aldı turvatıdı. Meşekege vaqtda men bir 2 minut bununla bir ilave bersem tam 100 yıl ilgiri, 102 yıl ilgiri dünyanın çigirisi bugünkidek emasdi. Bugünkidek Türkiye'de bir gap yoktu. Bugünkidek Suriye'de bir gap yoktu. Bugünkidek Saudi'de bir gap yoktu. 100 yıl ilgiri, tam 100 yıl ilgiri. Bugünkidek Haiti'ye qarasanlar rengarenk çigirisi sızılgan devletler yoktu. Bunu belki tasavvur qilishimiz bek tez. Xuddi tug'ilsak biz bir mahkum tug'ilganday, tug'ilsak İslam dünyası biçar tug'ilganday bir halet bizning ko'z oldimizga qana qilib kelib ama onda emas. 100 yıl ilgiri dünya hazırkıdan okşamaydıgan bir şekilde idi. 100 yıllık bir iktimlik özgertişten keyin aldanğan musulmanlığı var dünyada. Dünyanın çoğun kişileri aldanğan musulmanlığı uluma taptı cacısını tatmağan xapılıq qalmadı. Emdi bugün günkü vaqtda hemmeyle ma dünya ma şekilde mansı bommaydı eken dep özgürlüşünün davasına qalawatıdı. Meyle Avrupa dünyası mı şu, Asya dünyası mı şu eğer qıta boyunca ayırsak ya ki İslam dünyası mı şu, gayri İslam dünyası mı şu hemmeyle ma hazırkı növbetdeki ayrılıştan bir xilalıqı memnun emas. Qanda memnun emas sanla dünyadaki hocayıllarınki bahsinin qozgu toymawatıdı. Acizlar bunda izilip ketirke çidimavatıdı. Mesela Xitayni desek, Xitay qozgu toymawatıdı hazırça. Yani Xitayninki növbetdeki dünyaga razı olmaslıqı Xitay A nopusu bilen özü iddia qılıvatqan A küç yoki A imkoniyati bilen u kichik yerda turishga chidamawatıdı. Bizning vatandan chiqyapmiz davatimiz Xitay yo'q, sizning vatandan chiqish emas. Yerdan ütep Orta Asya'ga, andıkın Otur Şarkı'ya biz kilimiz davatıdı şu Xitay. Bunda dünyada hem kişiler özgertimiz davatıdı. Biz başka yak özgertimiz davatımız, başkalar başka yak özgertimiz davatıdı. Muşu vakitinin özde deydi. Ve ya'lu fiha savtul ma'adin hatta yentazimel afaq. Andı Müslümanlar mı mesela? Belki maazının gep ezan munalarındaki avazı bütün dünya intizamga girişin üçün kötürülüyatqan bir paytda degan gap. Yani Müslümanlar mı tirishwatydy yani? Başkalar hemmesi qana qilsin özgerisinde Müslümanlar mı tirishwa. Şu vaqtning özü de uzun tarihi xarabilikning astidan İslam ümmeti tirilib chiqyapti deydi. Yani elhamdülillah Müslümanlar biraz küzni açtı. Texminde oyğandı resmi diyemeyimiz. Küzni açtı. Uzun tarih deganimiz şu yıkılgan 100 yıllık tarih ve 100 yılının aldıdaki düşkünleşip atkan, çöküp atkan bir 200 yıllık tarih var. Cem bir 200 yıllık tarihte uxlab atkan dep düşünsek buludu. Hem öyle qınıp mında uxlab atkan. Bu muşu qınıp uxlashni düşünüşde sağdaşlar mening kallamda manda bir narsa var. Mesela 30. yıllarda zaten vatanimizde düşmanның putquli anda bek hazırqadek uzun emas, mustahkam emas. 40. yıllardım şu, 50. yıllardım şu, 60. yıllardım, 80. yıl ta 90. yıllardan keyin andan keyin bizning vatanda düşmanninki huli çыңgılı başladı şu. Şunun aldıda nemiş qıptula. Tabii ki ötmüşteki kişilerge bir xil ayıp qoymaymiz ularni çünkü özümüzü çağılab. Ama mening kallam kavagan narsa şu.
ummat bunda, ummat xarakterlik, bizim ummatning bir parçası olgandan keyin Uyg'urlar tarixda bir 200 yillik bunda atrofida bo'layotgan ishlardan bexabar bir şekilde bir uxlayotgan bir tarix var ekan-ku. Ya'ni dunyoda nima ish bo'ldi chatoqi yo'q, o'zining kelgusi nima chatoqi yo'q. Kimlar o'zining ularning hayotisini sizyotdi, kimlar ajal vaqtini sizyotdi, buning chatoqi yo'q, bir uxlayotgan vaqti var. Alhamdulillah hozir mana bugungi kunda mayli sharqqa yoki g'arbda musulmonlar biroz ko'zni ochgan bir ahvol bor-ku. Ko'zni ochib, to'xtab tura, nima ish bo'lyotdi, men nada uxlayotman deydigan bir holat var hozir. Mushu alhamdulillah şey keldi, lekin efsunarlık bir yeri nima desa, bu ummat qanday uyg'ondi desa, ariyata sadr deydi. Ariyata sadr. Yalang'och yani. Bugun o'rtaga chiqqan musulmonlar qulda hech nima yo'q. Ma dunyoga tenkagiday ya pul yo'q, iqtisod yo'q, yoki qurol yaroq askariy jihatda nol, yoki texniki jihatda nol, bilim qurilmasi nol, ma şekilde. Belki nol desem bazılarına nol emas deyish mumkin, ama dunyoga nisbatan nol endi. Musulmonlarda nipit en ko'p musulmonlarning rayonida, lekin pul yo'q musulmonlarda. Aql egileri en köp musulmonlar ichida, bir 20 milyon musulmonlar ichida aql degan nayt ko'p bilimliklar, ammo bilim musulmonga tava emas, boshqalarga xizmat qilyapti. Yani ariyati sadr. İlla ki bad yilsa şu Jalal Haq, Allah'ın büyüklüğü var ki, Allah'ın merhameti bizni qo'g'dab mushkilga kelyapti emas. Agar dunyo buni sabab nuqtasidan aytgan vaqtda biz sıfır birodarlar. Maçta qanday uyg'ondik, nega qarab uyg'ondik desa, zulmat kuchlarning yuziga uyg'ondik. Atrofimizni chilbörida qoplagan bir kuchlar qanaq turdi, qaplaplamada tishlarini ingaytib turdi hammasi. Sharqdan, g'arbdan, ma tarafdan qarasa Xitoy, islom dunyosi Xitoyga nisbatan qarshi uyg'onmadi, g'arbga nisbatan uyg'ongan bilan. Buni biz shuncha vaqirab, jaqirab tuntib bulanmadik. Bildirib bulanmadik. Voy, ma Xitoy islom dunyosiga andaq aske, mandaq aske, ma bunda tahdid desak, voyaqa shunda o'nlaq odamlar ekanmi bu. Hatto buni o'zini xila katta olim deyotgan ba'zi arablar masalan, hatto boshqa millatdagilar shunda Xitoyga bir savdo sotiqqa, tijoratga berib kelsa, hatto men ig'izdan anglaganim shab musalim deydimdi. Shab musalim, nayt tinchlikparvar deydi-chu. Yani biz tutup bulamaya kaldık Xitoygacha. Bu qiva az-zalam, zulmet güçleri el-mudaccece, yani qurollangan demekçe, qurollangan. Bi'a'ta aslihatil fattake lil ejsam wal uqul. Cisim ve aqllarni vayron qiluvchi, fattak degan vayron qiluvchi qurollarning eng kuchli bilan qurollangan. Yani bugun kundamda kiryapmiz virusning xavfligidan hamadan o'yga taqaldık, öyle sulandık. Muşularımı hem de sürtük ekerse, eğer hazır ben küçüğümü kaçka, bunun hesabının soğulu bulmamadıdı, hesabını soraştı okuyup kalsa, kimler tarafından oturuğa çıkarıldı, ortağa çıkıldı. Muşumu bularının kurallarından birisi asli, andakin ma can meydalları dışılıtlanatkan kuralları başka tutusun, an psixik cihetki aqlda bir nokta var ya da aql hücum kırılgan degan gapmi, mesela deyli, qarindoshlar. Bugün düşmanlar bir tane ok işletmeyi turup bizim Türkiye'de Uygurlarını birisi salalaydı. Namsız Facebook'tan birisi, namsız Twitter'dan birisi şuna edildi. Birisi qattiq taqvo olab o'tirg'i chiqib bir gapni qildi. Yana birisi ziyoli olab o'tirg'i chiqib uning bir gapni qildi. Yana birisi qopab dinsiz olab o'tirg'i bir gapni chiqdi. Shuni bilan Uyg'urlarning ichidagi 3 yazmini qo'llaydigan odamlar 3 yanga bilinib, bisibislan urushga tushadigan gap. Bu derecede yani. Aql jihatdan favqulodda biz keynida qoldik qarindoshlar. Ondan keyin bizning ko'zimizga ko'rinadigan manda bir ahvol bor qarindoshlar. Ma'rikatun tabdu lil wahlatil ula mahsuma. Bu bir shunda bir jang holatda maydonga chiqdi, o'tirg'i chiqdi bu. Shunda bir jang holatda o'tirg'i chiqdiki, tabdu ashu lil wahlatil ula dastlab qarmoq lil wahlatil ulani sizlar tarjima qilgan vaqtda ashu dastlab deb bir qiz tarjima qilsanglar bo'ladi. Dastlab qarmoq qila kesilib bo'lgan, mahsuma degani bitib bo'lgan, bikib bo'lgan bir jang hamda.
Xuddi yengildik Allah'ın takdirini bütlüp bulaqlıq, yengildik Allah'ım iniqib. Əməliyyatda mən savaqdaşlardan biri gap, erkin dərsiya, erkin bir tərcümə oqaçqa mənlik bir noktaga muqim dil bilishni to'g'ri topmayman. Belkim mush hazır darsxonada mush kitob o'qishga qatnashayotgan o'quvchilar belkim üzden mundalaqa normal paranglardan o biz degan g'alba qilamizda Allohning nusratiga ishinimiz deb ma nuqtada parang qilamiz ama o'zimizdan bir eg'izma yurkimizning tigidan bir eg'iz savol so'rab baqsaq shu topda bir minut o'zimizni jimjit o'tirib zodi Muşu düşmenden galip geldi bulan bulmamdı dese tabi bazımız xalımğan bir şekilde bizning takdirimiz bütlüp bolğanday düşman bizni besivaqallıqı buldun qutuluş mümkün emasligi bekitilib bolğanday bir xil tuyg'u hammalarında yo'q emas ba. Bunu inkar qilmaydi hech kim. Zaten yo'q keskin diyemeyiz ama Allohga imanimiz bizni har doim qanday qilib turadi? Urg'utib turadi. Yo'q, yengsa Allah mu'minlarga yordam beradi deb turadi. Ammo hammalarning kallasida lil wahletil ula qirmoqqa asosan qarasanglar butun ilg'or qurollar hammasi dushmanda. Ilg'or texnikalarning hammasi dushmanda. Son jihati dushmanja. Shundami? Bizning ahvolimizni qarasak, nihoyatda abgamijati bu bir xil tugab bo'lgan jangdek, bekitilib bo'lgan jangdek kimning g'alaba qildigan, kimning mag'lub bo'lganligi iniqib bo'lgandek bir xil holat bor. Takun el-galbe fiha bunundaki galbe bu jangdaki galbe güç limantiqul quva degani güç kimning olsa shu galbe qildigandek lekin haqiqatni emas li quvatil mantiq degandagi mantiq asli gap so'zning joyida bo'lishi mantiqiy bo'lish degandek bir uqum lekin haqiqat deb tushunsanglar bo'ldi haqiqatning kuchisi emas kuchning mantiqisiga bo'ladigandek bir xil ahvol bor ammo mushu minutda va fi hadhihi lahza biz şunun işinimizki Allah'ın kadri galip. En mühimi bu. Ve hakkının daveti çokum galbi kıldı. Bu nokta bizden kallamızda hiç kaçan kayıtıp geçse olmaydı. Mukkum bekip geçiş gerek nokta. Xuddi fekeme nahadatul ummet özünün uykusudun uygunup beşini bütün rakiplerinin hile mekirleri etrafımızdaki dostlarımızın nadallıqığı bakmasdan rağma degini bakmasdan qaramasdan beşini igiz kütürelgendek bu ümmet la şekke şeksiz güç kuvvet sebeplerini qo'lga keltirishga ve mudafiya sebeplerini qo'lga keltirishga qodir velav ba'da hin ma'lum vaqtdan keyin bo'lsin chuqur mutlaqo ümmet g'alaba qiladi bunga biz ishonishimiz kerak ve şu vaqtda quvvat kuch haqiqatni qo'g'digan vaqtda almishaki vaqt bir narsa bizdeki tasavvurimizdeki çatak ahvalına birisi xusama şahsi mening tushuncam juma mana har doim tushuncamni deb mangama sizlar qog'ozdan birga not elib undan keyin e'tiroz bilsangiz bo'laveradi mening shaxsiy tushuncam har doim bizning manda bir xato tushuncamiz bor deb o'ylayman biz yordam birlashimiz kerak degandek yo'q musulmonning vazifasi yordam elish emas musulmonning vazifasi kuchlanib kuch to'plab yordam berish Benim bunun nisbeten delilim in tansurullaha yansurukum. Yani Müslümanlığın ki galbe kılış prensibi neymi o? Dünyada kanuniyet var şu. Müslümanın kanuniyeti neymi o desenler? Müslüman hakikat yardım beriş gerek. Mezlumu yardım beriş gerek. Şundala galbe kılalaydı. Karasanlar ya ki ve hine tahrisul kuvve el hak deydi. Güç hakikatini qoğduğanda deydi. Orada bir hakikat var. Allah evet ki bir hakikat var ki Allah'ın barlık birliği, Peygamber Aleyhisselam'ın haklılığı, Müslümanlığın üstlük vazifesini mujnu qoğdaş. Hazır Müslümanlar bir yerden galbi kütüvatıdı. Galbini kütüp etrafındaki özgü oxşaş insanlığını kütüvatıdı. Garip yerden biramiki, şarkı yerden biramiki deb. Ya Müslümanlığın vazifesi galbına başka yardım kütüşemez. Kim bizge yardım biraki emez, biz yardım birimiz. Ma noqtaga kelish kerak chu. Mushu vaqtida Müslümanlar resmi galba qiladi ki fala yaqifu shay'un amamahu. O haqning oldida hech kim turolmaydi. Ma prinsipni cho'qim qiladi onu to'lish kerak. Müslümanlar boshqalardan yordam oladi emas. Müslümanlar boshqalarga yordam berishi kerak. Bu Müslümanning prinsipi. Shu vaqtda haqiqat haq qalblarni ve aqllarni asr oladi degan egallaydi. Haqiqatning şu anda hazır haqiqatning haqiqatligini bildigan nurg'a adam bor. Ammo atrofdagi ko'rinish, o'rtuluq
ularni haqiqat tarafga qarab menishni tuzdi. Qarasanglar, dinning haqiqatligini tushunadi, Allohning borliq birligini tushunadi yo'q. Ammo qaranglar. Bu musulmonlar qattiq hammasi bechora, biye milliarddan ortiq musulmon dunyoda xor yashayotgandan asta insonchilik yenib qoladi. Ammo haqiqatning kuchi shunda paydo bo'lgan vaqtda haqiqat qalblarni, aqllarni hammani egallaydi. Va kuch haqiqatga qarshi bir narsani o'ylayotgan tamin degan va haqiqatga tajovuz qilayotganlarni tardahu keyniga qaytiradi. Endi mushu bizning arzu armonimiz, nishonimiz shu tilka hiyal amal naquluha biz buni davomli deymiz va narbituha bi mashiatillahi azza va jalla buni Allohning mashiyatiga bog'laymiz va Allohning bizga yordam berishidan ishonch qilgan holda qachon agar biz butun taqatimizda bor ishlarning hammani bersak in badalna wus'ana degan gap taqatimizdagi butun tirishchilikni bersak bilan Alloh bizga yordam beradi qarindoshlar. Anlakin Abdur muqaddimada o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan muhim bir nuqtadan birisi avval bilish kerak yani. Limada al-fahm debdi-ku, masalani tushunish kerak. Ya'ni biz nima ish qilyapmiz? O'qiyotgan temamiz nima? Ketayotgan yo'limiz qaysi? Mush nuqtalarni avval tushunishimiz kerak. Musulmonlardagi eng og'ir musibatlarning birisi shu. Qaysi o qarindoshlar bilamizlar? U osmo jangga kirimiz, urush maydonlariga boramiz. Urush to'g'riliq hech nima bilmaymiz. Siyosatga kirimiz, siyosat to'g'riliq bildig'imiz oz, yoki bilmaymiz. Dunyodagi cho'ng kuchlarning birisi bilan to'qinishimiz, ammo u kuchlar to'g'risida va o'zimiz to'g'risida hech nima o'qimaymiz. Ya'ni qarindoshlarimizning nurg'unlar masalan men texmi aniq misol olsam, men aqlimga kelib bizning yurtda Xitoyga qarshi berilgan nurg'un harakatlar bor. Hareketning baş ahirisi aniq bekitilmaganligi uchun ko'pincha harakatlar birinchi yoki ikkinchi qadamda asosan ayron bo'laqlandi, to'xtaqliq butunlay. Buning hammasi nima desa, masalani baş ahiri tuzuk tadqiq qilib, bilib harakat qilmaganlik deb tushunaman men. Alloh shu yo'lda ketib qolgan butun qarindoshlarimizga shahidlik maqomlarini bersin. Yani en mühim narsa yani özümüzden nima ish qilayotganligimizni bilish shu. Abdur Shumiyada limaza al-fahm degan motivini o'tirib qo'ydi. Davotida inna mavdu' an-nahda. Güllenish temasi, uyg'onish temasi va uyg'onish temasi haqida yezish uchun urinish bu qilishga tegishli bir zarur ish, daruratun la budda minha. Yani kasbiy olmagan deb tushunsak bo'ladi, ya'ni bilmaslik nima. Hammalar tushunadigan bir til desak bilmaslik. Çünkü meyli qanday bir ishni qilayli, shu ish ikki turlik muhim ishga munosabatlik deydi. Mutaalliqa bi amrayn muhimmayn va birinchisi avval shu ishni bilish kerak. Mush bilish degan nuqtaga kelgandan keyin men shuni oddiy misollarni olg'im keladi qarindoshlar. Bilmagan odam uyda bir lag'ma aytish uchun urinmaydi. Bir lag'ma aytishni o'qimagan odam Tom inchga susab salaman üzülüp ketami deb bormaydi uning qishiga. Balki hammalar birisi-birisiga ishonch qilamiz masalan, tunig'anlarimizga. Mening atrofimda voy aka deb yuradigan nurg'un bolalar va ash bolalar menga qattiq ishonch qiladi, ammo ukam meni operatsiya qilib qo'y deb qolaman pichoq olsam, hech qaysini olmaydi. Men u qadar ishonch qiladi, ammo operatsiya qilib qo'yay deb shunda pichoqni olsam, shuncha kasal unmaydi. Ama dinsiz doktordan birisi kelib, usta kasbiy operatsiya doktordan birisi kelib, men operatsiya qilaman deb, mayli o qaysi tilda gapirib kelsin, hamma qil deydi. Bu masala nima desa, oddiy masala asli. Ya'ni bilish kerak avval bir narsani-chu. Endi mushu mantiqa bir qo'soqqa qarata biz yoki bir salomatligimiz, bir davolanish, bir operatsiyaga qarata tutgan pozitsiyamizni dinga tutsak edi, bunda ahvol olmaydi. Yana bir misol olayım. Bir adam o'zi bilmagan sohaga yanchoqdagi 10 tanga pulni mablag' solmaydi endi. Ko'p hollarda. Yoki bilmagan odamga 10 tanga pulini tutqizmaydi endi. Men ma pulingizda paychak tijorat qilay desam, men paychakni o'qimaganiga menga bermaydi. Yoki men bir qurilish solay pulingizga desam, bermaydi. Chunki men qurilishchi emas, binokorlikni o'qimayman masalan. O tijoratni qilib boqmadim. 10 tanga pulga ishini bilmagan odam din ishlariga qo'rqmay bilmagan
yo'llarga qadamni silishi yoki bilmagan odamlarga dinni tashlab berishi bu haqiqatan bu o'ylanishga tegishli ish. Ya'ni dinni bir odam o'zining 10 tangasi ko'maydi endi. Dinni bir odam o'zining qo'sqicha ko'maydi. Dinni bir odam o'zining bir shaxsiy tan salomatiga ko'maydi endi. Chunki ashuni uqmaydi-yo deb turdi endi. Voy nima ish qilib pulingizni bermaysiz mablag' saqilsa, uqmasa tijoratni. Operatsiya qilib qo'ysam ham desa, uqmasa deydigan gap. Ammo din masalasi kelgan vaqtda uqmamdi menga beradigan gap. Dedim ya bayağı misal aldım. Her janglarga kirib ketimiz uqmaymiz. Her siyosatlarga kirib ketimiz uqmaymiz. Her ishlarni so'rab ketimiz uqmaymiz. Bu oddiy masala emas. Mavduul fahm bak muhim masala. Avval tushunish kerak bir narsani. Chunki fa innal hukm ala shay. Bir narsaga qaror chiqarish, shu narsani bilishning bir tarmog'i. Asli qaror chiqarish nerga bilishdan avval bilmay turgan qaror chiqarsa uningga. Vaqat qaddama al-Buxoriy, Imom Buxoriy mo bir bobni kelgan kitob. Bu babga shunday ism qo'yganki, babul ilmi qabla al-qawl wal amali. Ya'ni avval bir gapni deyishdan ilgari va bir ishni qilishdan ilgari bilish kerak. Mushuning babi deydi. Bu bak muhim nuqta bu. Hadis kitobdagi Imom Buxoriy nima anglar bilasizlar? Bab Imom Buxoriy qo'ygan bab hadisni olgan tushunchasi uchun Imom Buxoriyninki. Mushta bab qo'ydi deb aytiladi ko'pincha ulamolar. Nima uchun san Imom Buxoriy hadisni olgan tushunchasi shu. Ya'ni hadis sunnat shu. Avval bir ishni deyishdan ilgari, bir ishni qilishdan ilgari sen u narsani bil deydi. Chunki bilmay turib, bila ilm degani bilmay turib bir ishlarni qilish naydi cho'ng chataq var. Bu aniqlar, masalan, aqallaysa yeni bir misol og'im kelib qoldi. 10 öyle bir yerga mangdoq bir 10 kishilik mashinadan birisi var. Men mashina haydashni o'qimayman dedi. Ammo men o'tirg'i chiqib, mashina men haydaydi masalan, o'tirsa hech kim o'tmaydi mashinada. Manga shenji qilib, mashinada hech kim o'tmaydi. Chunki men aniqla uni bir azgalga tashlashim yoki bir dona tamdan birga so'qishib iniq o'qimayman. Ammo diniy ishga kelgan vaqtda chatiq yo'q. Ko'zimizni mit qilib qo'ymaymizki, dinni uqmagan bilmagan odamning qo'liga tashlab beramiz. Bek chataq. Shuningga fasqavabul amal ishninki eng to'g'rig'ini nima desa, shu ishga ibbagan bilish bilan billik kerakini. Bir ishni qilaman deydiganingizda bilishing kerak. Hozir qadar bilmaganligimiz uchun nurg'un ishlarni qamlashtiramiz. Oddiy ishlarni qamlashtiramiz qarindoshlar. Bu birinchi muhim masala. Ikkinchi muhim masala shu birinchi masalaga munosabatlik, ya'ni yuqorida tushunishni to'qqa shunga munosabatlik. U bo'lsa-mu shu uyg'unish, gullanish sohasida haqli asli etiz degan gap shu sohada xizmat qilayotganlarningki kallasidagi bir ma'rifat xaritasininki ra'lanishning zarurligi. Ya'ni avval mana dey, buni mana tushuntirayman sizlarga. Hozir sizlarga birisi yoki bizga 500 ming TL'ni aldığımız qo'yib birdan tanlab bozor aç desa, biz qanchalik ochimiz bilamizlar. O'zimiz bilgancha o'y nima ish qilamiz deb qalimiz yo'q hamda tanlab bozor achish sistemasi. Yog'ochni akablikini traktoruq yabiyaga maljosi qana qilamiz yastimiz. Yastib bir joz yasab baqib bunda mansaq oyak birini taqishib qolsa, yerni kesib o'timiz. Biriga bo'shqab qolsa yastimiz. Ondan keyin malakilam do'q deb shu top bozorga beribligini qarab baqib nima bo'lgan deb ko'zimizga ushirgan narsani akilimiz endi. Ondan keyin do'konga qo'yamiz, kishilar voy malvami deydi, so'g'inni akilimiz, so'mog'ini asta apirimiz. Ashtavlab bizning kallimizda do'konni echishdan oldindan muayyan bir do'konning xayrisi yo'q. Ya'ni har ishni qilib, ondan keyin aldığımızda uçurgan meselelerini hal kılıp uçurgan meselelerini hal kılıp mından mağamız endi. Yani pila yok demekçi. Ama hazır sizler Türkiye'de yaşayotganda köpesinden BİM'ni misal qalay. Şu BİM'ga o'xshash, A101'ga o'xshash talla bazarını içip başqa baqqallarga birisi kelib, "Ma 500 ming TL'ni al, do'konni birini aç" desa, o do'konni açmay turib, shunda qarabligida, "Ma do'konga manchidan ijozat patadi ekan, bu yerga manchidan adam ishlaydi ekan, bunun ambiri ma'uldi ekan, miyaga manda maltasa qildi ekan, ayaga anda maltasa qildi ekan" deb do'konga bir tiyinlik pul xarjlamay turib, do'konning butun lohiyasining hammasini to'liq kallasida sizib bo'ldi qarindoshlar. Mening demoqchi o'g'lim shu. Tanzim xaritatul ma'rifiyat zihniya degani dal shu. Ya'ni birining kallasida hech nima yo'q.
qip bir qadamni appiqi, bir qadamni o'ngga, bir qadamni so'ngga appiqi taqashqa yerda o'zgartib ish qiladi bu bir. Yana birisi kallasida bütün xarita tamamen aniq. Del mesele mishada. Davatıda ki aptor ikkinchi muhim nokta işte xaritlarni qanday qilib olish kerak, sizib olish kerak deydi. Bizdeki kemnasi bu. فكثير من المعارف والمعلومات التي يتلقاها الفرد الذي يهتم بشأن أمته özünün ümmetining ishlariga ko'ngil biladigan bir shaxs. Mencha mush darsda anglayotgan har bir qarindoshimiz bu millatning, bu dinning ishiga ko'ngil biladigan. Mushlarning hammasini o'rgangan ma'lumot va ma'rifatlar hammasi o'xshamagan taraflardan keladi. Masalan, agar mushtatda darsni to'xtatib bir o'zaro fikr almashtirish to'g'ri gap qolsa, so'rab baqsam, kallangizdagi siyosiy fikrlar nereden kelgan desa, hech qaysimizda muntazam bir siyosiy fikr kelgan bir sistem yo'q. Hammasi yana yerdan olgan, bir yerdan olgan, bir o'ltig'ayada, bir ustozda, voy palani siyosiy ustozda u munda shaklda kelgan. Va fi g'alibil ahyan ko'pincha vaqtlarda zid fikrlar. Bugungi fikrlarni at fikrga zid, ya'ni bugun bir sorunda o'tirib, nayati urg'uluq bir shaklda bizni qoyil qila oladi birisi. Ama mushu fikri taraqqiy qilib, atiga davomlashamdikin desa, atidigini nuqul etemez endi bir ma'lum vaqtdan keyin o'zit keladi. Masalan deyli, bizning eng cho'ng dushmanimiz Xitoy qarindoshlar. Agar har Uyg'ur demayamdi, mushu diniy ishlarni qilayotgan, Xitoyga qarshi ish qilayotgan Uyg'urlarning kallasida Xitoyga qarshi turish, birlikka kelgan o'rtaq bir sistem, o'rtaq kelgan bir zihniyat olsa, hozir qadar nurg'un xafalikdan qutulib qolishimiz mumkin edi. Bir mahal mening o'zimning ismimda bor ahvol. 2000-yillarning oldida bir tasavvurlanmoqdik. Undan keyin endi bir tasavvurlar o'tirg'i chiqdi. U bo'lmadi, ashtaolab bo'lmay, oxirida mana bugun kelgan nuqtamiz shu. Menchalik ba'zi ishlarni to'g'ri qila olsak, ba'zi ishlarning yuz bermasligi yoki kinyoq yuz berishiga majburlanadi deb o'ylayman mencha. La tujad xarita ma'rifiyya munazzama musbaqa. Yani aldın ala musbaqa degani aldın ala hazırlangan ratlik ma'rifat xaritasi yo'q. Yani A plan, B plan, C plan degandek plan yo'q. Agar manda qilsa qanday qilamiz, manda qilsa qanday qilamiz. Masalan deyli, o'ylab baqmadikki, bir millatninki biz musulmon millat bo'lish sifatimiz bilan taraqqiy qilish uchun o millatninki kuchli iqtisodiy altyapısı bo'lish kerak. Bugünkidek qarindoshlarimiz qiynalib qolgan vaqtda ana tashlab qo'yilgan ahvol bo'lmasligi kerak. Bu bir. İkincisi kuchli siyosiy altyapısı bo'lish kerakki, bir avlodni shunda tutib yo'qotsa, ikkinchi avlod avtomatik holatda uning o'rniga chiqib, ishlarini davom qilib ketalaydigan siyosiy altyapı bo'lish kerak. Uchinchisi askeriy altyapı bo'lish kerak. Altyapı deb qo'ydim, hamda asos ya'ni asas bo'lish kerak. Mushlarning hech qaysi bizda yo'q. Ya'ni oldin ola hazırlangan ibodatni tanlab hozir misolni oldim ya, ashta plan yo'q bizda. Masalan, 2000-yildan 2005-yilgacha plan oldiga chiqdi. Manda ishlarni qildi. Iqtisod jihatda manda sistem bo'lish kerak. Siyosat jihatda manda sistem bo'lish kerak. Askeriy jihatda manda sistem bo'lish kerak. Bu askeriy ishlar nada beriladi? Iqtisod kimlar tarafidan yurishtiriladi? Manda plan yo'q bizda-chu. Oldin ola hazırlangan. Shunda birinchi avlodni tutib vayron qildi-yu, ikkinchi avlod uning shaqqida o'rniga keladigan, ikkinchi avlodni tutsa, uchinchi avlod o'rniga keladigan. Undan keyin mushning o'rniga boshlang'ich saviyada, o'rta saviyada, oliy saviyada tarbiyalanayotgan bir o'quvchilar sistemi esa bunda ishlar yo'q. Bak muhim ishlar asli. Buningga ma'nolik mush ixvanul musliminni misol olgim keladi. Mush odamlardan keyin mush sistemlari balki ilg'or, ya'ni men tushunishimda. Masalan, bir avlod bular 2-3 qatlamga bo'linadi. Birisi yushurun, birisi chet el, birisi shu Misr ichida turadigan. Bir avlodni shuna tutsa, ikkinchi avlod avtomatik holatda ish qilishadi. Yepi qalatda tamush kriz o'tgan qadar yepi qalatda bütün tashkilotni qanday mangdigan, mangdiganga. Undan keyin bularning boshlang'ich, o'rta, oliy maktab degandek maktab shaklida va yoki boshqa har xil shakllarda odam tarbiyalaydigan, ya'ni izbosar tarbiyalaydigan o'rinlar maxsus bor. Undan keyin doktorxona, xayriyat jamiyati degandek bir xil iqtisodiy o'rin. Demak ham degiltusam bu yerda deb bo'lmayman, lekin demak cho'g'inim shu, oldin ola planlangan bir sistemlik shaklda ahvol bizda yo'q demakchi. Ya'ni behis shu darajadaki
bu xaritada, bu planda mushu sahada ish qilayotgan kishi o'zi o'rgangan ma'rifat va ma'lumotlarni o'z joyida qo'ya oladi. Ya'ni har odam o'zining ustiga kelgan ishni, masalan, bir doktor bo'lgan odam o'zining ustiga tushgan doktorlik munosabatli ishni qila oladigan, bir siyosatchi siyosat ishlarini qila oladigan, iqtisodchi o'zining ustiga tushgan iqtisod ishlarini munosib shu musulmonlarningki o'zi tava bo'lgan, mansub bo'lgan bir gullanish, uyg'onish harakatining manfaat uchun munosib bir shaklda qila oladigan bir holat yo'q bizda. Yani muş iki iş, hadal emran, birisi el-fahm bilish, yani birisi davet ve ümmetinin işığı köngülüdü Allah'ın sahasında hizmet qatqanlar üçün ma'rifat xaritasini intizamlashtirish. Bu ikisi evleviyat, yani en baldur qilishga tegishlik ishlar tizimlikida keladi. Bugungi ixlosmanlarning ko'pinchisi esiqib yetdi. Yarawna biwuduh degan gapni aytib ro'shan esiqib yetdi, bilib yetdi. Yani İslam sahasini egallagan, yani keng fikri qatlamida egallagan iztirobatlarning hajminiki, bu iztirobatlar amaliy ijro qiladigan maydonda nihoyat nurg'un xalallarga, masalalarga, chatoqlarga iborat. Yani ko'pincha ana İhvanul Muslimin tashkilotini misolga olganligi buni ular mutlaq g'alaba qila oladiganlik emas, chunki ashulami hozir o'zining nurg'un xatoliklarini yakunlayotdi. Demak, to'g'rim shu bizdagi kam narsa. Naq maydonga amaliyotga chiqqan vaqtda ba'zi narsalar ko'ngildagidek bo'lmayotdi, qarindoshlar. Endi xaritatuz zihniya bayatni jiq gapni qilib ketdik. Jiq gapni qildik. Ya'ni bir nim bo'lish kerak, kallada muayyan bir sistem bo'lish kerak. Bu sistem her daim özünün gücünü görüstüp duruş gerek degandek ba'zi gaplarni qilib ketdim, qarindoshlar. Bu zodi nemo desa, manda narsa. Xaritat zihniya degan, ya'ni ra'langan, munazzama, sistemlashtirilgan, ra'langan zihni insonning zihnidagi bir yo'l xarita, fikrini o'quvchilarga bu kompyuter yoki hasib fikri bilan yaqinlashtirish mumkin. Abturmayda biraz konuroq misollarni olibdi. Texmo yarqı misal meni alsak mı? Yani o'qishni avval o'qitib alayli. Kompyuter yoki fikratul hatif an-naqal etme qo'l telefon misolini alsak bo'ladi. Masalan, qarindishim debdi. Tahayyal ma'i. O'yinib bakın qarindishim. Agar siz qo'l telefon ishlatadiganlardan bo'lib qolsangiz, ya'ni o telefonda bir sistemlik sandan bo'lmagan ahvolda qoida munazzama degan gap sistemlik bir sandan. Qaydatul bayonot ikkisi qo'shib sandan degan gap sonliq ma'lumotlarni saqlaydigan. Balki aranglarda Xitoycha bildiganlar bo'lib qolsa ziku deydi. Xitoycha. Ya'ni har qanday bir telefonning, har qanday kompyuterning sonliq ma'lumotini betaraf qiladigan bir yer bo'ladi. Buning ismi qaydatul lil bayonot. Uyg'urdagi nomi sandan. Bütün uchun ma'lumotlar shu yerda qanday qilib saqlanadi va sistemlik saqlanadi qalaymagan emas. Bunun bir misaldan birisi, siz isim ve numaralarını kirgizisiz deydi. Qumta bi idxalil asma vel arqam. An addi misal endi. Hem öyle tushunadigan misal. Ondan keyin mushu numur ve isimlarni qaytirishni o'yladingiz va moslashtirishni o'yladingiz. Sizga mushu ish mahaldek ta'kidlanadi. Ammo uskunini aktiv özününki bizga chiqarib beradigan ma'lumotlarda rolva holatga keltirgan narsa nima desa, dal ichki sonliq ma'lumot sandallarini sistemlashtirish ki sirtdan ma'lumotlarni qabul qiladi, tastaqbilul ma'lumot minal xorij. Undan keyin o'zgartirish xizmatini olib boradi va sizga qayta foydalanishingiz uchun chiqarib beradi deydi. Yani ma'abtur ma'ni misal qilibdi. Men uningdanmi sizlarga tushunishlik bir misolni olib beray. Bugun hammalar Turkiyada yoki boshqa yerda yashayapmiz, qarindoshlar. Mesela NUPS idaresi. Eğer NUPS olmasa göç idaresi deb turay. Sizlarga bir iqomat nomeri beradi. Chunki hammalar beshga kelgan bo'lg'achqa ham asosan tushunaymiz buni. Iqomat nomeridan birini beradi, ya'ni TC kimlik nomeri bilasizlar. Ism beradi. Göç idaresi shunday sistemga kirgizdi. Sonliq ma'lumot ambarga silingan ma'lumotni. Endi silim shuni olib qaymaqonlik qilsanglarmi, chiqadi isminglar. Öy olsanglar topiga chiqadi. Telefon alaman deb Türk Telekom'a kirsanglar yoki Turkcell kirsanglar yerdan chiqadi. Endi asli göç idarasida hamma idoraga o sizning TC kimligingiz bilan ismingizni bir-birlab kirgizmaydi. Qanday qilib desanglar, faqat sonliq ma'lumot ombiriga
ism mao ve TC kimlik numuru mao. Bu kadar kirgizib qo'ydi. Endi nima? Qaysi sistema uni o'sha hammaydi. Hatto siz bir o'zingizning nomiga mashina olib, mashinaga may qashlash uchun may punktiga kirsanglar, masalan, shu yerda bu mashinaning shunda taxta nomerini kirgizsa, sizning ismingiz chiqadi. Nim bo'lib endi bu narsa bu qadar qilib ketdi desa, biz buni noyda oddiy shaklda to'rlashdi deb tushunamiz. Bu anaqa bir to'rlash emas, asli intizomli bir sistem bor. Qanday yerda kelsa, muvafiq bir şekilde sizning ismingiz bilan sizning TC kimligingizni udlab beradigan. Aptır bizga demakchi o'g'ini nima desa, biz o'zimizni bir ummat olarak bir o'g'itish uchun ummat ashta bir sistem tuzilish kerak. Endi masalan deyli, bola tarbiyalash deb bo'g'icha kallamizga darhol bizning alaqa biz biladigan bir nuqta keladi. Amaliyat uningdan halqagan bir şekilde katlam mesela ana okul, başlangıç, orta mektep, andikin tuluq o'tira, oliy maktab, öyle o'qish, musahanın hammasininki bizga foydali bir şekilleri tuzilib bo'lish kerak. Iqtisod deb bo'g'icha, iqtisodninki bizning kalimiz qildig'ini bir do'kon ochib tijorat qilish, bunda ulug' bir şekilde millatni ko'taradigan, millat xarakterlik, bütün Uyg'urga yetadigan bir iqtisodninki şekli bizning kallamizda bo'lishi kerak. Desem yani belki men buni hozir bu kichkina vaqtdan ichida hammani deb bo'lmaslik mumkin. Yani muntazam bir sistem bo'lishi kerak demakchi. Yani qis ala zalik, ashuni insonning aqliga qiyos qilki, yani pallardan qandaq bir panda yoki bilimlardan qandaq bir bilimda bir ma'lumot sandanni intizomlashtirish, bu juz'iyatlarning gap, biz duch keladigan ba'zi kichik ishlarni ro'shan bir ma'noga aylantirish mumkin bu orqali va uni qulay shaklda chiqarish va undan foydalanish nima mumkin deydi. Andikin kishilarningki mushu tushunish, bilish masalasiga tutgan pozitsiyasiga kelsak, Abdurnight güzel bir işlemini qilgan savoqdoshlar. Adamni nechiga ayirib qo'ygan, to'rtga ayirib qo'yganki, bu naytash men o'qib xuddi bizga tushdigandeklar mes qilib ketdim. Birinchi turda qattiq yaxshi ko'radigan, sinfin muhib degani o'zining dinini bak yaxshi ko'radi, millatini bak yaxshi ko'radi, shadidul atifa, qattiq hissiyatchan bizga o'xshash. Lekin o'zining zehnini bir bilim yoki tushuncha bilan charchishni xohlamaydi. Ya'ni qattiq bir ish qilganimiz var. O'tgan so'rovlarimizda yoki kurashgan yoki deyishgan yerlarimizda zaten bu millat uchun ulatbagimiz varki, ammo andosa men bir ish qilay bu millatga, bu din uchun, mening ish qilishim uchun men bir narsa o'rganishim kerak, qarindoshlar. Chunki bilmay deb qilolmaydi ishlarni. Qopaplam qilolmaydi. Wa rag'ma sawab niyati haula'il amilin. Bu ish qiluvchilarningki niyatining to'g'ri bo'lishi bilan birga, ya'ni niyati to'g'ri bo'lsa-mu, illa lekin bularning xatri musofi jarayonida, menish musofirlarida nayt cho'ng. Xatr qanday cho'ng desanglar, menda cho'ng. Masalani boshdan oxir tushunib kirmagan bo'lg'achqa, o'zining qaynoq hissiyot bilan kirgan bo'lg'achqa, qarg'ulash, aniqroq taqaysak, iqroq desak, qarg'ulash kirgan bo'lg'achqa, nayt sap odamlar, bek niyati sog'lom odamlar birden mengip bakıp bu yolda. Birden degenimiz, çünkü bu yol anda bir 2 günlük, 3 günlük, 2 aylık, 3 aylık, 2 yıllık, 3 yıllık ölemez. Nece 10 yıl, belki bir ömür mağamız hemdi. Mengip boğandikin işlegen bazı 10 kıldı, bazı təhdit kıldı. Bazı onun asal yerleri var, bazı kıyın yerleri var. İşte kıyın yerleri kep kalsa, özüden özüge bir petva oydurap çıkadı, mağlı şekillik edemle. Kuvat kaşımız hata mı ya deyip. Muş iş çatak mı ya? Fahum ordatan li şubhat degini kallasqa şubhi. Bular şubhininki yem bulduğu adamlar. Şubhiga duch keladi bular. Asli şubhilarning doğrusu bilishdi. Asli to'liq bilsa, men taqa ma bosqichda. Men cho'qim buning kelishi aniq. Mishishlik olsun bir masalani tushunibdi. Yani jafo mushaqqatlar, qiyinchiliklar eng ig'ir holatga kelgan vaqtida ma odamlar da'vat va uyg'unish harakatiga yukib qoladi. Ben bir narsadan sal xafa birodarlar. Biz to'g'ri vatanda ba'zisini xato qildik deyli, lekin bir og'an yo'l hamdi, mangan yo'l. Mushu vatandan chiqib, chet elga chiqib, nurg'unlarimiz o'zgardik.
Hem şu özgürlükке karşı. Bir narsani tushunib, xato qilganlarimizni tuzib, o'tkazgan xatoliklarimizningki o'rnini to'liqlab mengishning o'rniga biz bilmaganni bildik, ko'rmaganni ko'rdik, tushunmabdi ekanmiz deb yo'ldan keyniga yenish yoki yo'ldan chiqaverish tam mushkil shaklli odamlarning ahvolichu. Bizda mushkil shaklli odamlar yomon ko'p nuqtani egallaydi. Hatto deydi qaranglar, aytib muhim nuqtadan birisi bor. Qad yarkabuna balkim deydi ta bular. Balkim yullanishning aksiga qarab mangadigan iqimlarga minishi mumkin deydi. Demak, cho'g'ini tam keyniga. Masalan, biz o'ngga qarab mangdik, mushu yo'lda. Bular hissiyotlar bu yo'lga kirdi, yo'lning tenga kelib, "Ha, bu yo'l xato ekan ya" deblam tushasimi meylitdi, tushaplam bo'ldi qilmasdan qarshi yo'lnishdikilarningki kimisiga chiqadi. Qarşı yönlüştükilerinki harvusqa çıqadımdı. Ma bak xatarlik bu. Ve yuaddi bula deydi. Tedmir cuhudul amiline fiha. Bu sahadaki hizmet qılıvatqanların tirişçanlığını veyrallam qılıp deydi. Bak xatarlik qayandaşım şu. Şuna bu haqiqiy ma bizning musulmon millatni qutquzimiz deydi ekanmiz. Şu ortoğluğallah yoki o biz degan maşallah deganlar o'tmaydi buningga. Meseleni tek birden bilip, baştan ahırı düşünüp, men muş yolunun kademlerinin hemini bildim. Ma kademde etilişim mümkün, ma kademde çepilişim mümkün, ma kademde iqtisadi qiyinchilikqa duch kelishim mümkün. Hemmisini atlap öteleymen dep boğalla yaraydı bu yolga. Bo'lmasa bir iki qadamlik sorundaki kaynak hissiyat bilan ortaga chiqib qolganlar vaqt kelsa sening düşmaningning harvisiga chiqadi. Düşmaningning sepidan ya'ladigan gap. Şunlaşqa qadimda bunda bir gap bor, qadiman qiyil. Bunda bir gap bor. Er-ra'yu qabla şujaati shaja'an. Baturning baturligini ilgari bir o'ylanib beqish kerak. Avval o'ylanib ish tutish kerak deydi. Ya'ni fa'amalun nazar, ya'ni qarab beqish masalalarga, val fikr o'ylanib beqish, en güzel bir şekilde tasavvur qilib masalalarni boshdan oxir hammani ko'zdan ko'chirish güzel ishning zurur muqaddimasidir deydi. Bu bek muhim. Şunlaşqa her qandaq bir ishda şart shuki lidalika ishtarata fil amal yak ushturita fil amal şart shuki to'g'ri bo'lish uchun avval sog'lom niyat bo'lish kerak va niyati soliha sog'lom niyat yaxshi niyat o'zi yetmaydi balki ish uchun o ishning to'g'ri bo'lishi uchun cho'qim bu ish bilib bo'lish kerak va hamma ishlar to'liq nazar solib o'ylanib bo'lish kerak va to'g'ri tasavvur qilib bo'lish kerak. Bu birinchi turdagi insonlar. İkinci türlük insanlar din biz mundaq deyishimiz mumkin. Yani ma'lum darajada o'quvchi degan gap masalalarni biroz yaxshi o'qiydi. Nima o'qish degan gap no'qil kitob o'qish emas shuma. Masalalarni o'qiydi biroz. Yana masalalarga qarab adabni azroq tushunadi. Birinchi sinfdan yaxshiroq endi. O'qiydi, lekin texmi inchikilab tahqiqlashga qiziqmaydi. Amma turdagi odamlarning eng chong alohidaligi nima desanglar, boshqalni favqulodda ayiblaydi, ammo o'zining qilgan ishi oz. Kathirun naqd va qalilul amal. Boshqalni ko'p tanqid qiladi, "Voy, unda qilmadi, ma'munda qiladi." U odamni qo'ya, u degan o'shunchalik odam. Ammo o'zining ishi oz. Va har qanday ishga qor ko'zoynak bilan qaraydi. Naqarab uning niyati chataq. Amaning keyinda bir odam bor. Qor ko'zoynak bilan. Mavla ham uyg'unish başqalını oyg'utish xizmatiga bir to'solg'u va yuk shakllantiradigan odamlar. Bularmi ham bizda yetarlik bor. Ham o'ylan o'zimiz oppoq, boshqalar qop-qora. Uchinchi turdagi odamlar, bular haqiqiy ish qiladigan odamlar, amil va davomli tanqid qilib turadi degan gap, o'zini tanqid qilib turadi. Ya'ni masalalarni davomli bahs qilib turadi. Ish qiladi-yu, mush ishimdan qanchalik chatoq bor, qanday masala bor, nimani xato qildik, nimani to'g'ri qildik, mushuni tanqid qilib turadi va izliksiz taraqqiy qilishni izlab turdi. Qanday qilsak texmi yaxshi qila olamiz. Bular mayli bahs qilish, izlanishga urinishda bir mo'l tirishchanlikqa tayinladiki, qattiq tirishidi. Hech qanday ishga sal qaramaydi. Ma adam ihmolul amal degani hech qanday ishga sal qaramaydi va tirishchanlik ko'rishga sal qaramaydi. Va bulardagi yana bir alohidlik nima desanglar, ish qilish sohasidan yiroq odatdagi o'rinlarni ko'payib qolmaydi degani, mana bir ahvol bor bizda, chatoq ahvoldan birisi. Amaliy maydonda adam yo'q, lekin gap qiladigan yerda adam bor.
amaliy maydonda adam yo'q. Mendiki ansahatul fi'l degan gap amaliy maydondan yiroq, odatdagi urun bilan kupaylanadigan uchinchi turli odamlar qiplam o'ltirmaydi, amaliy maydonga tushadi. Amaliy maydonda nima, masalan, bugun amaliy maydon degan nima degan bugun korona vaqasi chiqdi. Aramızda qiyinchilik, favqulodda og'ir insonlar bor. Qiyinchilik. Gapni qilib, so'zlab, deb qap, menda vaqtda hamma odam "Menga kasal yo'q bo'lmaydi" deb o'yda chinglam o'tirib oladi. To'g'ri, hamma odam o'tirish kerak, ammo xuddi atrofimizga qarasak, doktor o'tirmoqlik, askar saqchi o'tirmoqlik-ku. Shunga o'xshash bizning millatning ishida, ammo diniy sog'liq xizmat qilayotgan ishida o'zini doktor, o'zini askar, o'zini saqchining o'rnida qo'yib, ma odamlar uchun xizmat qiladigan bir-birlik odam bo'lish kerak, o'rtada bo'lish kerak. Bularning kallasi shunday so'lash kerakki, men mush xizmat qilish jarayonida kasal yo'qib, vafot etib kelsa, men shahid deydigan. Hamma uyga tamoman kirib ketib, o'rtadagi ojiz, bechora xizmat qiladigan odam bo'lmay qolsa, o'rta amaliyotda chatoq chiqadi. Ya'ni men uchinchi turdagi odamlar amaliy maydonda bor. Amaliy maydondan yiroq, odatdagi o'rin bilan kupaylanmaklikdir. Mana ma'votur muborakun barakatli turki, da'vat xizmati mush asos turadi va gullanish bular bilan maydonga chiqadi deydi. To'rtinchisi, to'rtinchi turlik adam. Bu mu bereketlik, Allah bereket veradigan bereketlik mübarek tür sinip. Bunun tirishchanligi ko'pincha bahsi, nazar, tahlil, tafsilotlarga qarashgan. Demak, çoğunu birazlık kitap xaltisi demekçi yani. Lekin amili reallıktan yiroq, amiliga reallıktan yiroqlik ve reallıkka amaliy kirishdan, tushunishdan nazriviy seviye bilan kupaylanış degani masalani bir ishxonada o'tirib tahlil qilish, bir kitob yozib qo'yib, bir so'zlab qo'yib tahlil qilish bilan bo'ladi, lekin har holda shu sohada. Ma'lum deb 4-chi, 3-chisidan bir daraja tuvan. Ya'ni demakchi o'g'ini amaliy maydonda yo'q. Gapda bor, xatda bor, yoziqda bor, kitob yozdi, so'zlaydi, ammo real maydonda o'zi yo'q. Real maydonda o'zi olmagandan degan gaplar ko'pincha vaqtda nazriviy shaklda chiqadi. Bularmi birinchi, ikkinchi turiga qaragan vaqtda yaxshi, lekin uchinchi turininki bir daraja tuanda turadi. Halbuki Allohning bizni talab qilayotgan ashta bir yiroqdan qarab o'tirgan degan gapmi desa, yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizni bunda iniqlashga buyurdi. Fatabayyanu pakit talab qilishga buyurdiki, hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Bu bir narsani iniqlash, pakit degan gap naq maydondan chiqadi. Chunki ulamolar shunday qaror qildiki, bir narsaga hukm qilish, uni yaxshi tasavvur qilishdan bir tarmoq. Endi shu gullanish plandagi o'zining yo'lida ketayotgan bir da'vatchi bir narsalarga hukm chiqargan vaqtda, menish jarayonida qaror olgan vaqtida hammasi shu menish jarayonida amaliy shu narsalarning qatoridan bo'ladi. Agar tasavvuri aniq olmay qolib qolsa, hukmlar kam yoki kamtuk qanday qilib chiqib qoladiganligi aniq. Chunki hamma narsa bir odam ishxonasida o'tirib o'ylagandek yoki uyda o'tirib o'ylagandek bo'lmaydi. Real maydon biroz farqli qoladi. Shu nuqtalar nihoyat muhim deydi. Ya'ni mush sohadagi insonlarni nechaga bo'ldi, 4 ga bo'ldi avtor. 4 ga bo'ldi. Deydi ham diyana nahnu amama hajatin kabira jiddan lil ilm. Biz ilmga nihoyat zo'r ehtiyojning oldida va cho'ng ehtiyojimiz bor. Nimishqa qilayotgan ishlarimizni eng mukammal shaklda qila olishimiz uchun bu yerda shuni mulohaza qilish o'tishga arziydi. Tajribul mulohada huna. Bilim, bir narsani bilish va ish qilish va o'zaro tangpung ma'noda. Yasirani mutavaziyay tangpung ma'noda. İş aqlga savol tashlaydi. Shunday ishni oldiga kelsak, men shuni qanday qilaman deydi. Andagin inson texmi ko'p izdinish, nazar tashlash va bilimga intiladi, ya'ni majbur bo'ladi yoki shuning tarafga qarab mangadi. Ilm nurg'un fikrlarni tug'idi, nurg'un plan takliflarni tug'idi. Plan takliflar reallikqa tushgan vaqtida yangi savollarni ajratib chiqarib tashlaydi. Demak, shunga o'xshash. Hakada, shunga o'xshash hayot fikrda tug'iladi. Yani fikr, iliqjonliq bir fikrga aylanadi. Inson doim ilmi ziyoda bo'lib, texmi qanaq taraqqiy qildi. Demakchi o'g'li shu. To'liq bilib bir ishga kirgandan keyin sen duch kelgan masalalar sana savol tashlaydi. Sen u yerdan fikr tafakkurini oshirsa va
andan keyin o'ylanilsa, tadqiq qilinsa va uningdan yangi savollar tug'iladi, uningga javob topiladi. Mana shu orqali fikr dunyosi beyiydi, fikr dunyosi tirildi, jonli bo'ladi demakchi. Va bittali undan keyin deydi. Undan boshqa musulmon bir insonga ikki nuqta bek muhim. Birisi bir narsani bilish tarafi, ikki taraf. Yana birisi amaliy taraf. İkisining biri qachon yana birisidan ayrilib ketsa, ya adam ish qiladigan ishi, arzu qilgan, o'zi umid qilganning aksi bo'yicha bo'lib qoladigan bo'ladi nimishqa bilim ekan. Yoki inson jiq narsani biladigan, lekin bilgan narsani reallikda shug'ullanmaydiganda, anda buning butun hasilotining hammasi, erishganlarining hammasi 0, 0 0 ga aylanadi. Demek ikki xil insonning bir so'p qolmaydi. Biladigan, qilmaydigan, qiladigan, bilmaydigan. Cho'qim bilish kerak ham qilish kerak. Mushu sohadagi eng muhim nuqtalardan birisi qarindoshlar. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.